Yana aytiladi, al-vajd qalbda chaqmoq kabi bir chaqnab, yoltirab, so'ngra tezda so'nib qoladigan his shu. Ma'ruza eshitasiz, ko'zingizga yosh keladi. Tilovat eshitasiz, ma'nosini tushunmasangiz ham qandaydir ko'zingiz yoshlanib, qalbingiz erib ketadi. Keyin to'xtab qoladi. Mana shu al-vajd. Yana aytiladi, al-vajd bu qalbda paydo bo'ladigan muhabbat, ishq va ulug'lash kabi his-tuyg'ularning natijasidir. Al-vajd so'zini birodarlar arab tilida 32 ta sinonimi bor ekan. Al-vajd so'zini 32 xil ma'nosi bor ekan. Insonni qalbidan kechadigan his-tuyg'ularning 32 xil ko'rinishi. Shularning ichidan 5 tasini tanlab olsak, o'shalarda umumiy o'z